Bir savol bor. Mana shu savolning aniq javobini topish uchun olimlar 60 yil davomida tadqiqot olib borishgan. Bu qanday savol bo'lishi mumkin? Bugun shu haqida gaplashamiz va albatta 14-kun mashqlarni ham bajaramiz. Bugun ham oddiy harakat bilan mashqimizni davom ettiramiz. Demak, olimlar, ya'ni Garvard olimlari o'z bitiruvchilari 17 mingga yaqin nafar insonlarni 60 yil davomida kuzatishadi. Va ularning maqsadi jismoniy harakat insonning uzoq umr ko'rishiga haqiqatan ham ta'sir qiladimi, yo'qmi, shunga aniq javob olish edi. Va bu tadqiqotning natijasi butun dunyo tibbiyotiga o'zining ta'sirini ko'rsatgan. Bu haqida ham gapirib beraman. Hozir mashqni o'zgartiramiz. Mana bu tarzda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, muntazam jismoniy harakatda bo'ladigan inson jismoniy harakati kam bo'lgan insonga qaraganda o'lim xavfi 25-33% ga kam bo'lar ekan. Bundan tashqari, haftasiga 2000 kilokaloriya sarflash darajasidagi jismoniy harakat inson umrini bir necha yilga uzaytirishga sabab bo'lar ekan. Aynan mana shunga asoslangan holda bugungi kunda Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti har bir insonga haftasiga 150 daqiqa jismoniy harakat qilish uning salomatligini asrash uchun yordam beradi degan qoidani olib chiqishiga asos bo'lgan. Yana mashqimizni o'zgartiramiz. Mana bu harakat bilan mashqimizni davom ettiramiz. Endi bu 150 daqiqadan siz qanday foydalanishingiz mumkin? Agar har kuni shug'ullanaman desangiz, u holda 20-25 daqiqadan to'g'ri keladi. Yo'q, shanba kuni dam olaman desangiz, haftada 5 kun shug'ullansangiz, kuniga 30 daqiqadan to'g'ri keladi. Aynan mana shu tarzda doimiy ravishda harakat olib borsangiz, sizda to'satdan o'lim xavfi yuzaga kelishi 25-33% ga pasayib ketadi. Mashqimizni yakunlaymiz. Demak, aziz do'stlar, jismoniy harakat qilish orqali biz ham sog'lom bo'lishimiz, ham uzoq umr ko'rishga erishishimiz mumkin bo'ladi. O'zi aslida bizga qancha umr berilgan bo'lsa, ana shu umrni sog'lom holatda kechirishimiz juda ko'p holatlarda o'zimizga bog'liq. Shuning uchun har kuni jismoniy harakat qilishni unutmang. Agar sizga mana shunday ilmiy faktlar qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'lishni unutmang va bugungi mashqni bajarganlar izohlarda plus belgisini yozing.